Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бүгүн Жалал Абад областы Жалал Абад жылкы базарындабыз. Тугандар, бүгүн 21 декабрь. Ушул жерде жылкылардын алынган сатылган бааларын кыскача сурап билип беребиз, тугандар. Анда эмесе биз өз видеобузду баштадык, тугандар. Так. Ака, карагашка канча болду бас? 86. 86 миң сомго алдыңар, а? Жашы кунан окшойт го, жепиштүү. Жашы кунан. 86 миң сом болду, тугандар. Не дейсиз? Ак тулпар, ака. 86 миң сом болду, тугандар. Анан тугандар, каналга катталып дектер, каналга катталып, лайктан басып, колдоо болот, тугандар. Биз жылкы базардабыз. 75 алдыңыз. Болду, ака, сиз тартпайм. 75'e aldı turuna ki tuğanlar. Şartlar atırına gelmeyin. Ne yaptı olayını? 75 bin aldı tur. Yaşım ne eken aka? Yekası ya? İhtiyar balban. At kança oldu? Satılmaydı abi. Satılmayı mı? Prosta tamaşa imkelsin nerede ha? At kança yokum? 130 aka. 130 ming son. Bazar sıradı mı? Ova. Kança sıradı? 110 sıradı. Sıradı. Kunan okşaydı ha? Yok. Paltar aşka. Paltar 1,5 yaş. Oy, malades. Okey. 110 mingge suraptı. 1,5 yaş eken. Жазга kunan bolot eken bunda kalırsa. Жазга 2 yaş bolot eken tuğanlar. 110 ming somga satmaytabız deydi. Bul ihtiyar balban. Ya bu aldыңар bunu? Yok da ben үйдөн келген buramay. Ha, үйдөн келген ha. Просто тамашаға им келтирди ama. Jadi деп аткан şu? Jadi Madi деген. Ay canavary. Oy bu mına 1,5 yaş tarbiyada eкен, ne bolası? Bazardın gülü da bu ihtiyar. İhtiyar balban. Ay bu mına. Karagaşka kança eken karagaşka? Karagaşka 95 ming sürüp atабыз. 95 ming so'm sürüp atdı. Tırnak kaşka eken da biz ya. Deyip maki. Kögat kança eken kögat? 160 ming so'm ha? Maki, kögat 160 ming so'm eken tuğanlar. Soda oldu bu aka bazarda? Kança sürüp atacak? 120 olsa. Ulağı jakşı okşaydı ha? Ulağı garantiya. Taka olaq, torpa olaq, любой dey. Жердат kança eken ava? Жердат 250 ming so'm. Boyu 1,65'ten jo'g'oriday go. Qara bayır bu? Danchak ha? Jashi ne eken? Jashi жаңасы ya. Danchak eken la buyoq. Kögat kança ye? Ah. 250 ming so'm eken. Oy bak, kögat taram, kögat. Aq tulpar degen. Qaysin? Ana? Nari ölçüde koyulu. Ekası. Yaşı. Ha, yaşı ekası ya. Şonda 6 yaş. Akçası? Ha. 300 ming. Telefon nomer. Жақын 300 ming. Ben qaraya qo'yishim kerak bo'lib qoldi. Qaray bering aka. Жердат qancha ekan Жердат? Oy bu. 120 ming so'm ha? Жердат 120 ming so'm ekan tuğanlar. Oy bu. Sagir dururada o'xshaydi qon. Qaradingizmi aka? Yo, at qancha? 707 ming. 250 ming. Qancha? 707 ming. Aha. Aytavering. 825 810. 10 attın nomeri. Qana qayga ketib qoldilar? Buni atdiki da. Bu yoqda. Qara. Bu yoqda. Mana. Ha, bunu attın nomeri. Aqchasi 300 ming so'm ha? Aqchasi 300 ming. Yo'q. O. Uloq ko'rilak, biroq. Uloq ko'rilak ekan tuğanlar. Aqchasi 300 ming so'm. Salın ele ekan. Telefon nomerini aytib qo'ydik. Çalaverasың biz. Ya bunun bası qancha aka? 140 ming so'm ha?
Sen de saat tartıp koyun ha ama. Oy bo balvanlar koy bunlar. Qaysi kanalga chiqadi bu? Aqtulpar degan kanalga chiqadi. Kanalga Ova. Ova. Oy bo. Hoy hoy hoy. Ova dadil bola ekan uni. Ova bu ko'k atni mingan bola ham dadil ekan. Oy boy boy qana salishlarchi. Salishlarchi qana. Salishlar. Qana oy torat yomon salat-ku torat. Voy onu bola joyda qolgan dab. Oy. Oy. Oy sekine. Sekin. Ya qo'g'lay vallahi. Qo'g'lay. Atın kimi? İslam. İslam молодец. At qancha bası? Atmi? Hı. 150. Vay молодец. 150 ming so'm ekan da. Murat yaxshi yot ekanda janlar janasi ekan jash. Soda bolta akalar ne oldu? Qanchaga? Sattık. 123'te. Yaxshi, nasibsin. 123 ming so'm. Jilos yaxshi ekan biroq, ha? Yaxshi, nasibsin. 123 ming so'm bo'ldi. Bundan barasak endi soda bo'lyapti da, balvonlar ne deyip bo'ldi ekan. Aqtulpar degan kanal. Подписка qilib qo'yasiz, ha? İslam sen de подписка qilasizmi uyga borganda? Voy, молодец. Qanchasi qilasizsin? Ben mi? Hı. 4. Voy, молодец. Dadil bo'lasan, qo'y sen 4 klas bo'lsang. Akalar qaysi soda bo'ldi? Soda olgan yok. Soda bo'lgan yo'q, ha? 90 ming soda. Ha, 90 mingga shuni so'radi. Ha. Qarız qaydi. 90 ming so'm so'rayapti. Yem sen binesin be. Sen atın kim? Butta koy, O'rozalini butta koy. Butta koy mine olsun. Sen atın kim? Musa at qancha? Ah. Atın basını aytelekan. Atın basını aytelek mi? Voy, молодец. Bundan gel turib. Qarag'ashqa qancha ekan qarag'ashqa? Qarag'ashqa u? Toshkentda. Tırnak qashqa to'plan shu? 120 ekan, 120 ming so'm ekan, ha? Yeysi bu ona ke. O. Geçirak çıgaram da. Okey, to'g'onlar shulatdi 110 ming so'mga olib turasiz. 110 ming so'm. Jaldi o'tgan. Buni bratga qayra men janimda yuradi. Noch. Ya, tangloy. Ya kim bo'lasың, ey? Gimiret tanaylı işte. Ma İslam dadil ekan. Yağımdan aylanaylıç. Sami Hoca ki qaysatda alып ödіңіз da? Ya akam bunu. Qaysatda? Tugat. Qancha bo'ldi aka? 111 ming so'm. Tugat. Jashim ekan, jangasi ekasi. 110 ming so'm. Жаза ekasi 110 ming so'm dedi. 111 ming so'm bo'ldi. 111 ming? 111 ming so'm. Yerda qancha qancha ekan? 220 ming so'm jangasi. Kamida bor ekan, ha? Aytib qo'ysalar zo'r bo'ladi, olmay. 20 44 72 10. Vallahi. Ajiyan var. Yaxshi. Oy bu. Jilos yaxshi ekan, jilos. Tora qancha ekan torat? Mayli. Sen qalina mo'l oling. Ne qilib turasizmi bu yoqda? Torch qancha ekan aka torch? Ah. 200 ming so'm.
Bu bolam O'zbekiston tortib qo'ying. Qanaqa O'zbekiston qayerdan aka? Qo'rg'ontepa. Qo'rg'ontepa qayerda? To'xtasin polvonga salom deb qo'ysin. To'xtasin polvonga salom. Islom polvonga salom. Islom polvonga salom. O'zingiz ham polvon o'xshaysiz aka? Aka, qaysi viloyatga qaraydi u? Andijonga qaraydi. Andijon viloyatiga qaraydi ekan. Nerda ekandan-da shunday bo'lib qoladi. Yaxshi. O'zbekistonda akalaringiz ot sindab yurib turibdi. Atalgani keldingizmi aka shunda qanday bo'ldi? At aldingizmi? Yaxshi. Uloqqa chodirg'ani aldingizmi aka? Atni ko'rsatib reklama qilib qo'yaylik, o'zbekistonliklar ham ko'radi. Sotilyapti? Yuklar deylar va? Yaxshi. Qirg'izistondan at olg'ingiz kelsa sizga aytaverayotganda aka o'zbekistonliklar. O'rganishdi уже. O'rganishdimi? Yaxshi. Молодец aka. Aqtulpar deb yozasin ukam YouTube'ga. Молодец aka. Qancha bo'ladimi bas? 120 ming. 120 ming so'm bu. 120 ming so'm kam var ha? Voy, молодец. Senikichi? 130 ming so'm kam var ha? Voy, молодец. Nari o'chilab qo'ychi? Aka telefon nomerini aytaymi? Ha, telefon nomerini aytib qo'ygandim ham, seniki qolib ketdi-da. 07 78 85 25 50 27 76. Shu nomerga Berchi? Men 0778 deb qo'ydim-da, qanday qoladi shunda? Menga bersang. 778 52 52 bitta nomer aşağı ketdi-da bu yerda. 778 52 52 76 ekan bo'ldi, bitta nomer aşağı qoldi. Mon taqib Xudo o'ltat nedir dedi. Qo'shqartaliqlar. Telefonim ochilib. Bekim Bey. Akopdan chiq. Mana ketganlar shul qulunlar, nonusi 47 ming, narximiz 46 ming so'm bo'ldi. 47 ming bo'ldi qo'shqasi? Narxi 46 oldu. 46 ming so'm. 47 ming so'm bo'ldi. Olsa tasımca diğansın mı? Kulun kança oldu aka? Kança? 50 ming so'm. Pazar sırada? 47 ming sırada. Sizgi aka? Ben 50 ming. Ben 50 ming so'm. Pazar kança sırada aka? Pazar so'rava deymi keldi. Yermi geldiniz ha? Çalgabat Kulun Pazar. Akalar qaysi qancha bo'lib ketdi? 35 bo'ldi. 35 ming so'm Kulun bo'ldi. Qaysi kanali? 35 ming so'm bo'ldi. Aqtulpar degan kanal. Bu qancha bo'ldi? 60 bo'ldi. 60 deb o'tasan ha? 60 ming so'm. Bekadan quloq keldi. Qaysi kanal aka? Aqtulpar degan. Ha, maketi onlar şu kogat 120 ming so'm bo'ldi. Yaşı 4 yaşga, жаңасы. 120 ming so'm. Ha, maketi onlar şu torat 130 ming so'm bo'ldi. $130 ming so'm. Sami Hoca aldı. Jaşı ne ekan aka jaşı? 4 az. Bunu so'rab 130 yap.